İşlerden bitirib oldik aka. Zo'r ishlarni olasiz. Keling, kelavering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onalar. Salomat bo'ling. aka. Keling aka. Assalomu alaykum aka. Buyursiz. Ishlarni ham bitirib olibsizlar aka. Ha, xudo xolasa bitirib oldik aka, xudo xolasa. Qancha ish pul deyapsizlar aka bu ishlarni? Bularimiz 7 million deyapmiz aka, xudo xolasa. Ana edi, nash qo'shnida 6,5 ko'rdim, xuddi shunaqani. Ha, xuddi shunaqa. Orqalarida parda bormidi? Biroshkalari bormidi? Umuman ondaqasi yo'q edi. Ha, sidinalari 12 midi, mo'nga o'xshab, motorinchi yezilarmikin. Qani? O, shoxon shoxlarga o'xshab ketdi mana yana. Ha, ana, endi o'ziga kelyapti. Oho, aka mummun qoling mayli. Nima ularni? Tirish bo'yotibdi. Aka, nimcha kam savol berasiz, nima ish qilasiz siz? Ha, fermerman. Fermermisiz? Ha? Mol bilan qo'y bir xil ovqat yeydimi? Ha? Ovqat yedi. Nima ikki xil chiqadi? Ha, men qaramman nima uni ye? Bu qahringiz yetmagandan keyin nima biz ishga aralashyapmiz? Endi allash bo'lmaydiganda. Aralashmaydi, to'yga qol, bo'g'amiz. Bu qahri yetmayapti. So'zga aralashaman deysan.